Shunday kasb egalari borki, millat, mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ularning ko'magida fuqarolarimizning hayoti, sog'ligi va moddiy boyliklari saqlab qolinadi. Bu qutqaruvchilik kasbidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan press tur tashkil etildi. Ta'kidlash lozimki, sohada yetuk ofitser kadrlar tayyorlovchi tayanch oliy ta'lim muassasasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi yangi O'zbekistonda yangicha fikrlaydigan, zamonaviy hamda o'z kasbining yetuk mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Press tur jarayonida jurnalistlar akademiya faoliyati, bu yerdagi qizg'in jarayonlardan yaqindan tanishdilar. Turli favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish qoidalari, yong'in qutqaruv otryadining jangovar yo'nalish namoyishlari, seminar treninglar, mahorat darslari, yoshlar bilan ochiq muloqot, davra suhbatlari, oid viktorinalar, sport tadbirlariga guvoh bo'lishdi. Ayniqsa sportning qo'l jangi turi bo'yicha chiqishlar, shaxmat musobaqalari, stol tennisi, favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida foydalaniladigan yong'in va avariya qutqaruv zamonaviy texnikalari, kerakli vositalar, asbob anjomlarining yuqori darajadagi ko'rgazmali namoyishlari jurnalistlarda katta qiziqish uyg'otdi. Favqulodda vaziyatlarga afsuski boy zamonda yashayapmiz-da. Bunday holat demak hech kim kafolatlanmagan. Shunday ekan, bunday vaziyatlarda birinchi o'rinda xalqimizga yordam beradigan, fidokorona mehnat qiladigan, o'zini qo'rqmasdan o'tga cho'qqa solib, o'sha jarayonda favqulodda vaziyatlarda xalqimizga yaqindan yordam beradigan kasb egalarining malakasini oshirish hozirgi kunda eng aktual masalalardan bittasi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ham jismoniy, ham harbiy tayyorgarlik, ham intellekt tayyorgarligiga, axborot texnologiyalari bilan ishlash masalalariga alohida e'tibor berilyapti. Bugungi kunda oliy harbiy ta'lim muassasalari ichida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi o'zini o'rniga, salohiyatiga ega bo'lib boryapti. Albatta, bu jarayonda davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan e'tibor juda ham muhim. Sababi bu yerda o'qiyotgan kursantlarimiz to'liq davlat tasarrufida. Ularni demak, yaxshi bilim olishlari, yuqori salohiyatga ega bo'lishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ommaviy axborot vositalari kuni munosabati bilan tashkil etilgan press tur doirasidagi yig'ilishda so'zga chiqqanlar. Bugungi shiddatli va murakkab davrda yurtimiz media sohasi xodimlari faol ishtirok etishayotgani, davlatimiz rahbari tomonidan jurnalistlarga yuksak e'tibor berilayotganini alohida ta'kidlash